Toshkent tuman axborot kutubxona markazi Chingiz Aytmatovning Qolayotgan tog'lar kitobini tavsiya etadi. Chingiz Aytmatov o'zining so'nggi asari Qolayotgan tog'lar asarida hozirgi davr uchun ham dolzarb bo'lgan zamon, makon, tabiat, jamiyat, borliq muammolarni ilgari suradi. Insoniyat o'z manfaatlarini o'ylab nafaqat o'zini, balki butun bir tabiatni ham vayron qilishga, yo'qotishga kirishdi. Tabiat mavjudotlarni o'z maqsadida yo'lida ayamay sarf qila boshladi. Asarning asosiy qahramoni Arsen Samanchin aynan shu maqsadda harakat qiladi va hatto bu yo'lda qurbon bo'lish mumkinligiga qaramay, tabiatni insoniyatning johilligidan asrashga harakat qiladi. Asar fojia bilan tugasa-da, lekin Arsenning harakatlari bekor ketmaydi. Endi o'lkasidan ovchilarning qadami uziladi. Qolayotgan tog'lar yana yuksala boshlaydi. Arsen Samanchin fojiasidan keyin hammaning, hattoki johil va ochko'z Toshavg'ondek kabi obrazlarning qalbida ona tabiatga nisbatan mehr uyg'onadi. Chingiz Aytmatovning so'nggi asari, so'nggi chaqirig'i insoniyatning tabiatga mehr uyg'otish bilan tugaydi. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitobdan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz.